Bu garshog'idagi singoniumlari mana ko'rib turibsizlar, mix aralash. Avvaliga singoniumlarni chirinuq qilib sotganimda eng jonsiz, keraksiz chirinuqlar qolganda hammasini bitta garshokka o'tkazdirib fitilga qo'ygan edim. Mana bu yerda red spot. Buni men kichkina detkasini red spot tricolor qilib olgan edim, lekin red spotga aylanib ketdi. Red spot ham bor. Mojito bor, mana ko'rib turibsizlar. Variegatniligi juda ham go'zal. Mana yana mojitoda. Mana yana bariga juda ham go'zal. Imperial white ham bor mana. Imperial white va Imperial white albinos chiqargan barchasi. Mana bunisi ham juda ham chiroyli. Va mana ko'rib turibsizlar, yonlaridan yana kichkina bo'lib detkalar ham chiqayapti. Mana shunday jonsiz chirinoqlar mana hozir shunday chiroyli holatda. Mana bu esa mojitoni yangi yozib turgan bargi juda ham chiroyli, ochiqroq svetda. Juda ham variegatniligi chiroyli chiqayapti. Mana ko'ryapsizlar bargchalarini. Va Imperial white eng sevimli singoniumlar bu Imperial white bo'ladi, panda bo'ladi, juda ham yaxshi ko'raman. Red spot tricolorim ham bor, uni ham yaxshi ko'raman. Hammasini yaxshi ko'raman gullarda. Mana shunday holatda.